ko'rsatib bitta yirtaverasan. Bitta olib hammasi qimmat kiyimlar bor. Arzon olib kelmaganman men. Menda ham arzon kiyimlar yo'q. Onangni sizga, menda ham arzon kiyim yo'q mana. Uyim to'la mana, kiyimlar mana. Mana bu sportivka $130. Hop, mana bu sviter 540 ming so'mda, dollarda emas. Mana bu oddiy futbolkani o'zi 430 ming. Endi bu kostyumni aytmasam bo'ladi, $320. Bu. Nima ko'rsatay yani? Короче, hammasi zo'rda. Bir-biridan zo'r. Mana bu yerda hozir kirib keldim, polli kiyim-kechak mana. So'mkach, to'la kiyim-kechak manasini ketiga sizga. Oyoq kiyim bilan. Krossovka bormi? Mana krossovkalar importni. Mana krossovkalarni ko'ryapsanmi qanaqaligini? Xo'sh, yana patiga ko'rsatdim sana. Mana. Yana. Mana. Ha, chota do'kon ochyapsan sen. Do'koning bor sana. Hey, men do'konim yo'q. Men kiyaman, kiyishga olaman, men do'kon ochib olmayman. Ya endi bilat 5-6 ta krossovka olmaydigan odam har vaqtda bitta ikkita olib ko'payib ketishi mumkin. Sen bunu ko'ryapsan. Ol, oyoq kiyim. Mana. Hayla yana oyoq kiyim. Hayla oyoq kiyimli. Krossovkalar. Ukang kiyarmiz. Ya bu yerda uka degan narsa yo'q. Mana shundan ichi to'la oyoq kiyim, mana buni ham ichi to'la oyoq kiyim. Obrazovsa qilsan lekin ha. Nima? Mana. Tanışka. Ulan miski bilet nima bu? Общежитие bu yo to'ymat buncha bir emas botinka bilet. Ha, hozir mana. Mana bu ham bir krossovka. Bu ham bir krossovka. Ochaymiz. Ko'tara olmadim, nimadir tiqilgan ekan. Mana yana bir oyoq kiyim. Yana nima ko'rsatay senga? Voy podelisti odamlar. Mana bir ham oyoq kiyimni krossovkacha. Voy podelisti odamlar. Arabat qiling. 220. Xonji. Lekin ko'cha zo'r bo'libdi, Zek. Men 20 kundan beri kelganim yo'q edim. Chotki bo'libdi. Asfaltmi? Yo'q, asfaltga tayyorgarlik bo'lyapti. Hozir ko'rinadimi yo'q bilmayman hozir. Open budjetmi? Yo'q, onang nomidan open budjetmi? Open budjet qachon open budjet bo'ladi? Yo eshiging oldin aytyapsanmi? Onasiga hozir. Ko'rinyaptimi? Ha. Asta qilmadingmi? Ha, yo'lmi bu? Endi qilinadi, endi taxlayapti. Bu mayda toshdimi? Mayda tosh tashladi. Birinchi katta tosh tashlash kerak edi bunga. Ya, stashga qildiraman-da. Ha, ustunimi? Ha. 20 santimetrlik qilib stashga qildirtiraman. Endi bu yoq ko'rinmayapti-da. Sanaki uy bormi o'zi bu ko'chada? Tupikmi bu? Yo'q, uy bor.
o'rtalikda meniki. Necha metr stretchga qildirmoqchisan? Chiqib qoladi 40 metr. O'zing to'g'ring qilmoqchi ekansan, onangni hamiga maqtanasanmi? Dalboyo'q onangni sikiysan-a? Yo, yiban u yog'i yo'l kelgan. Bu yerdan yo'l kelgan, prosta bizani uchastka taraf to'xtagan yo'l, tushunyapsanmi? Biroqda g'amini yegi deguncha onangni omini degan-ku, o'zim taraf qilaman nima? Yo'q, men o'ylabman bilan ko'chada hammanikini eshigini oldini qilmoqchi ekan desam. Taho qani taho? Aha, sotyapman. Xursand bo'lib, onangni sizga kreditini to'layman. Ya. Ya krediti, mashinani kreditini to'lash shu qiyin emas-ku, hech qachon qiyin bo'lmagan. Qiynaldim. Qiyin ekan, onasi emsa. Nech puldan? Nima? Kredit nech puldan chiqadi? Tahoyami? Ha. Kredit masada prosta yoqmadi. Xullas, короче, ozroq qarzga kirdim. 50 ming dollar qarzga kirdim, sotayordim. O'shanga ozroq qiynalib qoldik-da. O'shanga sotayordim men, birorta lepi olaman. O'ylanmagan ig'rommi o'ladi? Nima degan u? Kimda kim o'ylab ish qilmasa, u hey demasdan o'lib qoladi. Ha, yo'q, mayli, xayr, nima qilamiz endi? Taho. Ha, mayli. Uni qara, sigichasini qara-da. Sap-sariq bo'lib, Блядь. endi shunaqa ekanda. Endi odamlar bitta narsada hayotda men buni ishini xohlayman men. Bu onangni skimanga podelsha qilmaydi. It yemgan. Men buni ishini xohlayman. Qiladigan ishlarini. Молодец deyman. Lekin bu it yemgan menga yordam qilmaydi bu. Nima qilyapsizlar? Tak buni qilayotgan ishlariga men ham qilsamidi? Bunikidek bilan uy qursam, tudasizlar. Lekin bu gando menga bilan yordam qilgisi kelmaydi-da. O'shaning uchun men buni so'kaveraman men. Nos beringlar. Nos bo'lmasa sovuq ketsa bo'ladi. Yo'q, olib qo'y, biror nimaga solib. Nima bo'lib qolsam bo'ladi? Katta uyda nos yo'q. Ha? Mana qara. Ha. Bu streamga men ham o'tsam yaxshi bo'ladimi? Karvon ko'p, rizqi bo'lak. Yo'q, ha, endi ham Yo'q, stream qilsang men yashirmayman, prosta bitta narsada, streamda bookmakerlar agar efiringda masalan 500 ta 600 ta odam o'tirsa, misol senga obishni aytaman, 500 ta 600 ta odam o'tirsa, ular senga streamingni sotib oladi. Masalan, har bitta streamingni 500 ta odaming uchun, 600 ta odaming uchun 1.5 ming dollar Tushundingmi? nech pul qilishim kerak men? Nimani nech pul? O'sha streamga nech pul ketadi? Kompyuter tudasida yo'lga solguncha.
Öyle mana kompyuter. Bu ikinchi kompyuterim, kichkina Melichevka kompyuterim. Buni o'ziga $4,5 ketgan, kompyuterni o'ziga. Xo'sh. U narigiga 8 minglar ketdi. U o'zimning xonamdagi kompyuterga. Stream qilaversan, keyin mana bunaqa uyda qilasan mana. Maza qilasan. Rostdan aytyapman, hazildan tashqari. Menga odamlarning puli qiziq emas-da, Zek. Menga bukmekerlarni beradigan summasi qiziq. Yordam qilmaysanmi? Yordam qilaman. Sen bilan YouTube'da ikkalamiz streamni birlashtirsa bo'ladimi? Gaplashsa? Bo'ladi. Yo, bo'lmaydimi bunaqasi? Bo'ladi. YouTube'da urushsak. YouTube'da urushsak, Ha. Boyagidek baqir-chaqir qilib. bular kreslolar yomon yumshoqqina, onasini sikib nima bo'ladi bu? Nima deydilar odamlar? Shuni qila qolamizmi yo? Mana menda bilan efir ochiq turadi, o'shani qilsammikan yo? Bo'ladi, Zek. Mana shu yerda Wi-Fi bor ekanda. Mana shu yerda. Anor. Mesnega. O'ynaymizmi odamlar? Shov qilamizmi? Yordam qilasizlarmi? Stream nechida? Stream kechda bo'ladi, jigarlar. Odamlar, Zek, qornim og'rayapti. To ichim bo'shatib kelgunimcha odamlarni yig'ilam. yig'iladi bor. O'ynaylik odamlar. Qochadi. Bor. Hamma qochadi deydi. Men ketganimdan ekran zapis qo'shib ketaman, nima deyotganingni eshitib o'tiraman. Ikkinchi telefonimdan. Eshitasiz, nima deyman men senga? Men hozir bo'laga nima qilyapman? Bosaylik deb. Go. Bo'ldi. Men hozir ikkinchi telefondan Hamma like rep bosib tursin, bor tezki. Men onang